Bugungi avzorimizda 3 baroli skuter. Bu skuterimiz akkumulyatorlari 632 li akkumulyator jihozlangan. Panejli simlari bor. Orqasida bagaji bor. Bagajiga ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Sidinani orqaga qiladigan bo'lsa, kishi bemalol o'tirib ketadigan bo'ladi. Balolari juda katta, shiroki qilib ishlangan. Tormozlari mustahkam, motor miyasi 8 vatt bo'ladi. Tablosi chiroyli bo'ladi. Keyin magnitofoni, ключателлari bo'ladi. Telefon podstavkasi, bu tarafdan ключателлari, zadniy переднigi, faralari, skorosti bo'ladi. Yana alohida cho'ntak qilib ketilgan, lekin sidran tagida joyi bor. Bemalol narsa olib ketsalang bo'ladi. Ko'p narsa qo'shib beriladi bunga. Kaska, tajdivik, hamma narsa qo'shib beriladi. Oldi balon diskasi ham ajoyib qilib ishlangan. Chiroyli, old tormozi ham bo'ladi buniki. Amortizatorlar juda yumshoq. Pоворotniklari, qo'shimcha faralari bo'ladi buni. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'tirib bemalol chiqqani joy qoldirib ketilgan. Buni o'tirib ketsa bo'ladi. Qo'shimcha tizimlari juda baquvvat ishlangan, tormoz tizimlari bor. Bemalol murojaat qila olasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz.